Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Qadrdonlar, Kazan shahrida ozgina bir zo'r yangiligimiz bor, yaxshi yangilik. Ya'ni bilsalaring oldin Aysun degan diskoteka bo'lardi. Ana shu diskotekani endi o'zbekcha qilib, milliy taomlari bilan, o'zbekcha milliylik bilan kafe chayxona muslim deb chiroyli qilib qayta rekonstruksiya qilib tiklanyapti. Xudo xolasa, bu choyxonaning ichida polniy o'zbekcha, ya'ni o'zbekcha, tojikcha, o'rta osiyocha milliylik bo'ladi. O'zimizni o'rta osiyo milliy taomlari bo'ladi. Bir 10 dan ortiq o'zimizni milliy taomlarimiz svejiy qilib pishirilib beriladi. Bir xilga choyxonalarga borsangiz, ertalab qilgan bir ovqatini kechgacha mikrovolnovkaga tiqib, isitib, yo'q, batta unaqa emas. Hamma yo'q, как положено, o'choqda o't yoqilib, gazsiz, boshqa narsasiz, polniy hamma yo'q, toza o'tinlar bilan chiroyli qilib qilinadi. Hozir ichkariga kiramiz. Qurilish ishlari ketyapti, lekin chiroyli qilib bir obzor qilib sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Yaqin kunlarda kafe ochiladi. Xudo xolasa, bizni kuzatib tursalaring, keyingi videolarda qaysi kuni ochilishini albatta sizlarga aytamiz. Kelsalaring, ana shu kuni bu yerda bepul chiroyli zo'r qilib ehson bo'ladi. Xudo xolasa, qiziqqanlar videoni ko'rishda davom etinglar va keyingi seriyasini, aynan shu choyxonaning keyingi videosini kutib qolinglar. Biz hozir ichkariga kiramiz, qani ketdik. Aytgancha, choyxona 2-etajda joylashgan. Tepaga chiqamiz lestnitsa bilan. Eski nomlar Aysun'da buni o'xshab o'zbekcha qilib kafe chayxona muslim qilib qo'yildi. Qadrdonlar, ko'pchilik biladi, Kazandagilar ko'pchilik biladi, shu kelganlarga katta oyna bo'lardi, hamma o'ziga qarab, sochlarini digidib qilib, o'ziga qarab turib, kemayga kiyim-kechakni ilib turib, ichkariga kirib ketilardi. Hozir ham xuddi shunday qoldi, katta oyna, ham bir obzor qildi, mana joy keng joy. Ya'ni chiqib, bemalol o'tirib, kiyimlaringizni ilib, nima qilsa bo'ladi, sharoit bor. Plus yana ham hozir kengaytirilib bir narsalar o'rnatiladi atrofga. Endi ko'p kafelarda bilasizlar, hojatxonasi ozgina muammo. Bor hojatxona, tahoratxona bor, lekin tor. Biz o'zbekchilikda keng joyda o'tirib, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bo'ldimi? Bero'g'ing. Operatorimiz masalalar ochib qo'ydim. Xullas, keng joyda hojatxonalarda o'tirib o'rganganmiz, qishloqcha, dehqoncha qilib aytganda, xuddi shunga o'xshab bu yerda ham sharoitlarimiz qulayliklar ancha yaxshi. Bemalol tahoratlarni olib, namozga shart-sharoitlarni qilib, bemalol namoz o'qisa ham bo'laveradi. Namozxonalar ham bo'ladi ichkarida xudo xolasa. Ichkariga kelib, link ko'rsatib qo'yaman. Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida. Ichkarida endi ko'rsatmay qo'yaman. Ichkarida lekin sharoitlar yaxshi. Mana chiroyli qilib qilyapti. Endi bu oynachalar olib tashalib, katta qilib oyna qo'yiladi bu yerga. Chiroyli qilib bakatga qilib qilinadi xudo xolasa. Qani, endi biz asosiy ish bilan ichkariga kiramiz. Endi kiyimlaringizni yechib, soat og'ir kiyimlar yechib bu ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, remont ishlari ketyapti deb sizlarga oldin ham aytdim. Hali remont ishlari ketyapti. Men sizlarga umumiy tushuntirib qo'yaman. Bu bo'linadi maytdan. Bo'linib maytdan bu yog'i kabinka qilib 7 ta 8 ta xonacha qilib qo'yiladi. Chunki ba'zi bir insonlar bor, oilasi bilan keladi, singlisi bilan, qizi bilan, bir onasi bilan keladiganlar bor. Shularga alohida xonaga kirib bemalol o'tirishlari mumkin. Endi bu yoqlarda umumiy stol-stullar bo'ladi. Umumiy stol-stullarda ana shu kelib bemalol ovqatlanib ketadiganlar bo'laveradi. Bu yoq ichkari oshxona. Xo'p. Bir narsa, ko'p choyxonaga kirib borib ovqatlanib o'tirganingizdan keyin chiqib mashinangizga shuna o'tirishingizga o'sha yegan ovqatingizni va oshxonaning hidi guppat o'zingizga uradi. Bu yerda xudo xolasa ana shu narsa bo'lmasligiga juda katta e'tibor berilgan. Bunga sabab deyiladigan bo'lsa, oldin ham e'tibor berilgan vitishkalar. Bir tomonda o'zida 1 2 3 4 5 6 7 8 ta vitishka bor. 8 ta. Bu yoqda ham 8 ta. 16 17.
18, 19, 20 ga yaqin vitishka bor. Ya'ni havo tortkichi bor. Bir xilda ishlab turadi, bir xilda havo tortib turadi. Bir ovqatda bir narsalarni hidi bo'lmaydi, toza pokiza qilib, xudo xolasa, ashna qilib yurgiziladi. Bundan tashqari, yorug'ligini aytadigan bo'lsak, mana lampochkalar bor, lampochkalarni yoqlaydigan bo'lsa, bundan ham hali yorug' bo'lib ketadi. Hali yoritish bo'yicha yana alohida qo'shimcha narsalar qilinyapti. Uni ham xudo xolasa 1-2 kun ustalar kelib o'mlashtirib ketadi. Undan tashqari ikkita konditsioner bor. Bu konditsionerga qo'shimcha qilib, yana konditsionerlar o'rnatiladi narigi tomonlarga, yana ba'zi bir joylarga. Asosiysi oshxonaga kirib ovqatlanib chiqib ketganingizni tashqaridagi odam sezmaydi. Ayniqsa biz misol uchun taksi odamlar, men ham taksi bo'lganman, kafega kirib ovqatlanib, mashinangizga bitta chiqqaningizdan keyin diqqat uradi. Yoki bo'lmasa yo'lovchingiz qayerda ovqatlanib chiqqanini, o'tirganda mashinangizga chiqqanini sirasi bilasiz. Bu yerga keladigan bo'lsangiz, ana shu narsaga ko'proq e'tibor berildi. Undan tashqari O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga qatnaydigan между странами deydimi, между respublikami deydimi, xullas boshqa davlatlarga qatnaydigan shopirlar ham bu yerga kelsalaring sizlarga alohida e'tibor, alohida shart-sharoitlar yaratib beriladi, xudo xolasa. Qani keting. Bu yer mana ustalar ish qilishyapti ichkarida. Ustalar to'g'risi chiqmaymiz deyishdi, o'shaning uchun uncha nima qilmaydi. Ichkarida bitta katta qozonga o'choq, personal uchun alohida hojatxona, dush va ularga ishlash uchun sharoitlar qilib nima qilingan? Hozir nima qilamiz? Xo'p. Xullas ichkarida odamlar bor ekan. Deyishyapti. Xo'p. O'zlari biladi. Bizning kameramizga chiqish ham faqat pullik. Pulga desa ham chiqarmaymiz lekin. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Endi biz asosiy joyga o'tamiz, tashqarini ko'rsataman. Meni o'zimga qiziq bo'lgan narsani sizlarga ko'rsatib o'taman. Oldin bilsalaring, aytib, oldin Aysunga kelganlar biladi. Men umrimda bir marta kelgandim va bu yerda oxirgi marta o'zbek san'atkorlaridan Hamdam Sobirov konsert qo'ygan. Hamdam Sobirov Xurshid akaning konserti, Xurshid Rasulov konserti Zvezdada bo'lgan, Aysunda Hamdam Sobirovniki bo'lgan. Undan keyin to'polon bo'lib ketdi, bitta-ikkitasi qamalib, xullas. Короче. Ichkilik oqibatida ko'proq ichkilik o'shaning uchun. Mana shu yerda o'sha ichkiliklar bo'lardi menda. Aroq, vino, konyak, shampanskiy, allan bo'lgan narsa bo'ldi. Hamma olib tashlab, endi bu yerlar shunaqa xona qilib, halol pok taomlar qilib, nima qilgan bo'lyapti, xudo xolasa. Endi ketdik bizlar, sizlarga tashqaridagi narsalarni orqaga ko'rsataman. Shu bizalar kechqurun Kazan shahrida qor yog'di. Mana shuncha qor yog'di, ertalabgacha erib ketdi. Nu o'shan sovuq bo'lib, qish qaytdi, hamma so'qatib, qish kiyimlarni kiyib oldi. Men o'sha kurtkani qancha so'qatmayman. Yuring. Kelin qo'ying, operator. Kelin qo'ying. Xo'p, azizlar. Mana yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 ta qozonda har kuni ertalabdan kechgacha o'zimizning o'zbek milliy taomlarimiz pishib turadi. Svejiy olib o'tirib yo'rasiz. Xohlasangiz bu yerda, xohlasangiz ichkarida zakasizga qarab qilib berilaveradi. Bu yerda mana o'choqlarda qilinadi mana. O'choqlarda qilinadi. O'tin bilan pishiriladi. Gaz yoki bir tulka unaqa narsa emas, yo'q. Svejiy o'tinlarda qilinadi. Bundan tashqari eng katta narsa, menga eng yoqqan narsa bok. O'zbekcha bok. Qadimiysidan keladigan bo'lsak, endi biz o'zimiz yoshligimizda aytamiz. Maktab paytida paxtaga chiqsak, shuna boklarda dalada choy qaynatib berardi, svejiy qilib, tutunlar hidi keladigan mazza qilib, ko'k, ta'mi choylar ichardik mazza qilib. Xuddi shunaqa choylarni ichasizlar. Tefalda qaynagan emas. Yo bir gazda qaynagan emas, haqiqiy svejiy o'tinda qaynagan choy ichasiz, mazza qilib. Uni gashti boshqacha. Mana shu joylar yozgi joylar bo'ladi. Bu letniy joy. Tepasi yopiladi, atrof ozgina yengil o'rab qo'yiladi. Toza havoda ovqatlanmoqchi bo'lganlar kelib bemalol mana shu yerda ovqatlansangiz bo'laveradi. Chiroyli qilib mazza qilib, so'rlar qilib, maytda atlas yostiqlarni naql yonboshlab olib,
qonni katta akalar qonnini yonga qo'yib olib, qilib choy ichib o'tirsiz bo'ladi, xudo xolasa. Masjidlar bunaqa chiroyli joylar bo'ladi. Ichkariga ham kichkina so'richalar o'tkaziladi. 4 kishi, 5 kishi, 6 kishiga yarasha qisqa so'richa, stol ustida qilib qilinadi. Xudo xolasa tez kunlarda kafe ochiladi. Keyingi videolarimizni tomosha qilsalaring, keyingi videolarda men ko'rsatib aytib o'taman. Kazan shahri, ya'ni Tatariston Respublikasi Kazan shahriga keladigan mehmonlar ham xudo xolasa mana shu yerga kelib bemalol qolib, mehmon bo'lib, milliy taomlarimizdan tanovul qilib ketsalaring bo'laveradi. Nima qilyapsiz? Bunday qilib. Adresni aytyapsizmi? Safoylina necha dedi? 15. Safoylina 15. Safoylina 15 adresimiz. Ya'ni 10-mikrorayonni yonida Safoylina 15. Endi tepadan bolее-менее obzor tomosha qilib choy ichsiz bo'laveradi. Atrof bagati, yaxshi joy. Skvoznoy bor, shabada bor. Aynaqa nima emas, hali ichkarida dim, shu bir haftadan beri dimlanib ketgan havo emas. Vitishkalar ishlaydi. Asosiy narsani aytyapman-da, vitishkalar ishlaydi, toza havoda bemalol olasiz, tashqarida olasiz, ichkarida bemalol choy ichib, ovqatlanib ketaverasiz. Shunaqa gaplar azizlar bo'lmasam. Nima qoldi yana? O'zbek milliy taomlari, sho'rvadan tortib, monti deysizmi, chuchvara deysizmi, yana nima taomlar bo'ladigan bo'lsa, o'zbekcha milliy taomlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol nima qila olasiz. Oxirida bitta savol berib ketay. Azizlar, hammaga bitta savol. Osh taomi. O'risasiga plov deydi. Osh tojiklarda ovqatimi, o'zbeklarda ovqatimi? Kimi milliy ovqati? Shu savolni javobini kommentariyada kutib qolaman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.